Lekin ko'cha-kuydan ham olgan savollarim bor. Ishonasizmi, bir bozorda mayiz sotib o'tirgan bir katta qo'rg'onlik bir boboy, otaxon. 2002-yilda tanib qoldilar-da. Sizga bir savol bor-u, akamillo dedi. Qani aytingchi dedim, men endi o'zim ishim bilan bandman. Nega qizlarni sochlarini 18 yoshgacha mayda qilib o'rishadi-da, 18 yoshdan keyin o'rishmaydi dedi. Hamma endi tekis o'sishi uchun bo'lsa kerak-da dedim-da, ketdim. Bozordan chiqquncha o'ylayapman. O'ylab o'yimni tagiga yeta olmayman. Keyin qaytib keldim. Shahar berdim dedim. Ayting javobini desam. Shunda javobini aytgan, mana shu savolni keyin men o'sha kishining nomidan qo'yib 2002-yilda eng zo'r savoli bo'lgan. Ko'chada, bozorda bitta mayiz sotuvchi odamdan olganman. Bu qarang mantig'ini. O'ylab ko'rmishsizmi o'zingiz? Nega 18 yoshgacha? Yana 2 olishdan cho'chiyapman. Mantiqiy javob kerakligini sezib turibman. 18 yoshgacha odamni suyaklari qotadi. 18 yoshdan keyin qizlarning sochini mayda o'rish hojati yo'q. Nimaga mayda o'riladi? Chunki u qomatini doim tik turmasa, soch oldinga oqib ketadi. Mayda o'rilganmi sochingiz? Albatta, bolaligimda. Sal engashsangiz hamma yog'ingizga soch, orqadagi soch oldingizga tushib ketaveradi. Shuning uchun mamla qilib yuradi-yu, o'shanda qizlar qomatini tik qilib yashar ekan. Qoyil.